Shu ayizlar ham xursand bo'lib, Rossiyadan duo qilishdi. To'xtamasdan duo qilyaptilar. Sizni ham, meni ham. Ilohim. Ukamiz Rossiyadan yetib keldilar. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Alhamdulillah, bugun ukamiz uchun quvonchli kun. Xudo xolasa Angliyaga ham oz qoldi, inshaalloh. Xudo xolasa. Sentrga keldik, hamma hujjatlar protsessini tayyorlab berdim. Ukamiz Iskandar Rossiyadan yetib keldilar. Xudo xolasa, xursandmisiz? Xursandman aka, juda a'lo aka. Hammasi uchun sizga avvalambor rahmat aka. Xudo xolasa Angliyaga yetib olib, hammasini qilib ko'rsatib boramiz aka, hammasini xudo xolasa. Xudo xolasa. Ayiz ham Rossiyadan turib duo qilib turibdilar, xursanddirlar. Shunday onam ham juda xursandlar, sizni ham meni ham duo qilib. Kutib turibdilar, qachon hal bo'lishi hammasini. Xudo xolasa hammaga maslahat beraman. Qo'rqmasdan shu kishiga ishonib topshirishlaringizni. O'zingiz qalbingiz maza qilyaptimi? Juda zo'r aka, Xudoga shukr deyman. Mana Alloh taolo yetkazdi, inshaalloh. Shukurlarga Xudo xolasa. Xudo xolasa Angliyada ham shunaqangi chiroyli videolar qilish, aeroportda ham chiroyli videolar qilish nasib qilsin. Xudo xolasa qolgan Angliyaga boraman degan har bir mijozimizga Alloh o'zi yaxshiligi bilan siylasa, o'z loyihidan yetkazsa, biz foydamiz tegandan xursandmiz. Shu ukamiz qatori qolganlarga ham Xudo xolasa Angliya vizalarini olishda sababchi bo'lib qolaylik. Kimga Angliya vizalari kerak bo'lsa, aloqaga chiqib olasizlar, foydamiz tegsa xursandmiz. Easy Visa, best of the best.